Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bayram bo'lishiga qaramasdan bizlar Buxoro tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruq kompleksiga keldik. Bemorimiz bizlarga 10 yillik bepushtlik bilan murojaat qilib keluvdilar Istanbul Eko markaziga. Eko amaliyotini tavsiya berib, eko amaliyotini qilganimizda ilk urinishda homilador bo'luvdilar. Hozir esa sizlar bilan birgalikda kesarcha kesish amaliyotimiz ushbu bemorimizga qilib, Xudo xohlasa bolalarni qo'llariga olib beramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting, salomat bo'ling. Hurmatli obunachilar, mana hozirgina amaliyotimizni yakunlab chiqdik. 10 yil kutilgan jajjigina qizaloq, sog'lom qizaloqni qo'llariga olib berdik. Hurmatli obunachilar, ushbu bemorimiz juda ham jiddiy muammolar bilan bizlarga keluvdilar. Amaliyot biroz qiyinroq bo'ldi, lekin bizlar uddaladik. Barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin ko'ngildan tabriklab qolaman. Xonadoningizga fayz baraka kirib kelsin va har bir farzand istagidagi bemorlarimizning xonadonida xuddi shunaqangi chaqaloqning yig'isi yangrasin.